صاحب الحزن لي والفرح لي صاحب الحزن لي صاحب والفرح لي إلو وي إلو ها إلو يا وي إلو وي وي مش قرأت رسل إلو ها وي أباكو أبا أطلق قربة أبا هلا شنو وي أبا وي يومين أبقى Hazır apam meşhedi başı. O şimdi bak kene. Başkan, ay başkan. Vallahi geldi karan. Karan vallahi geldi. Apa, kanda kavalınız. Yakıştı doğru. Başkan apa. Yakıştı. Ballarım. Bu qitim o'qish bitaganlarning hammasi bizning Naikaga o'xshamaysizlar. Shundoq. Biz bu rayonga 3 oylik muddat bilan yuqumli kasallikni oldini olish uchun keldik. 3 oydan keyin hammamiz taqsim qilingan o'rinlarga ketamiz. Siz ikkimiz mush nahiyaga bo'lindik. Shundoq, musharraf bo'ldi. Apa, biz taqliq joydagi 20 kunlik vazifani tugatgandan keyin musharraf ishlaymiz. Tutanib kelay. Cananın ayrılmağını bek yaxşı boptu. G'erib sanamda yarışıpsan emasmi? Kızım, sizler qaytib kelgandikin sizlarga deydigan bir maslahatimiz bor edi. Ne maslahat? Pek muhim maslahat. Sizlarni cho'ng oldinglar, bundaq yurayversanglar sat tura bo'ladi. Adil, yuringlar ma'lumot. Apa kelganda ko'rsaylik. Xo'sh qizim, xo'sh apa. Xo'sh. Xudoying omonat. Xo'sh apa. Xo'sh qizim. Apa xo'sh. Xo'sh xudoying omonat. Men demedim mi yenge? Xudo o'z bolaning ko'ngliga sig'liq solgan o'xshaydi. Endi o akam xotirjam bo'la. Xotirjam bo'lmamdigan. Endiki gap to'y tayyorligida qoldi. Adil aka, opam bana ajoyib mamlakatlarni qilyotdi bu. Nima deydi? Sizlarga deydigan muhim maslahatimiz bor deydi. Opamni menga uchuqli purtivyotdi. Ahvoldan qaraganda ular o'zlaricha Shoy Abbos bilan asamadirlardek kutish bo'lgan o'xshaydi. Tezda xabar yo'q, pala dam yeb qopti degan shuda. Agar ular asl og'zini chiqarib qolsa, biz nima deymiz? Nima deydik? O'tganda bu ishni purtib xat yozganda qanday rad qilgan bo'lsak, shundoq demandik. Yo'q. Biz ham ularni ranjitmaydigan, ham ishni ishgal qiladigan, undan chiqar tepishimiz kerak. Opamning mijozini bilasiz. U deginni qilmay qo'ymaydi. Uning ustiga osonlikcha boshqalarning gapini yemaydi danga. Meningcha, avval sizning dadingizni ko'ndarsak, o'ngay tushadi. Dadamni demsiz? Yo'q. Mening dadamni Aysxon opamni qilishmaydi. Tarsa birat. Shikisini bir tumet soqqan emas. O'ngay emas. Hey, Adil aka, hozirgi ishkanlar, kepinglarni bir qilib olsanglar, cho'nglar nima qila olaysiz? Nima bo'ldi? Biz ayrilib ketdik. Nima? Nimishqa? Hozir meni tashlab edi. Yo'qlish shundoq qildi. Voy. Adil aka, hozirgi endi bo'sh o'rin bor ekan. Berib so'zlashing. Turing. Bo'lmay. Yo'q, bo'lmaydi. ishkanlarning jur'atini kim bilmaydi. Qaydashqa oranda turdi ekansizlar. Bunda qilsanglar, keyin bir umr pushmon qilasizlar. Turing, o'rningizdan. Berib so'zlashing, turing. O'g'il bo'ltirib mustaqillansiz. Turing. Voy, turing. Ha, bo'pti. Borsam baray. Elanglar. Elanglar. Savaqdaşlar, hozir nahiyaga yangidan kelgan Abdirish hokimni so'zga taklif qilaylik.
Yoldaşlar, aldı bilen men nahilik hükümetki vakaleten sizlerni kızgın karşı aldığanlığımni bildirme. Men bu sizlerge okşaş 15 yıl burun tibbi institutni bitigen. Men hazır nahiyede tehye işlerine mesul boğunum için bu kıtımki yuqumluq keselinin aldığını elişte baştan ahir sizlerden birgi bulurum. Bugün karşı eliş mürasimimiz tolumu addi bop kaldı. Şundaq bolsumu azad olturaylı. Azad olturaylı. Ha? Eliş mürasimimiz tolumu addi bop kaldı. Şundaq bolsumu azad olturaylı. Azad olturaylı. Ha? Adika, hozir yolg'iz o'tiribdi. Berib qading'a. Kalbimde gül kılıp Qopib qolgan o'xshaydi. Berib qading'a. Toting'a. şu akşam çıkması süründüm. Kalbimde gül Yo'q, o'ylamayman. Yo'q. Teşnalarlar cüpleşkende muhabbetin kalbimni utma. Lay la 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 la. 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 Sündüm bu yan yoktur aramın. Nefesleri kararım. Sündüm bu yan yoktur aramın. Nefesleri kararım. Sevdirimin sevdiğimi günde. Yaxshi o'ynaydi. Imon g'aychi. Qarang. Yaxshi o'ynaydi. Hozir chiqib ketdim. Hacıgül. Hacıgül. Hacıgül to'xtab turing deyman. Hacıgül. 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 Sizga nima bo'ldi? Nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Bugun bir kunning ichida bosh qizlar qarab 100 qatimda kulib oldingiz. Aran 100 qatim, 150, 200 qatim kulgandim ben. Sog'liqqa menga meni azaldan o'ylabmi qo'ymaysiz? Ovozingizni chiqarmang. Boshqalar anglab qolsa sat emasmi? Endi siz Tojgul bilan ayirlanmay qoldingiz-ku. Nimancha yiqilishib ketdilar? Ha, shuni qapilyapsiz. Tojgul mening bir navr singlim ekanligini texchi bilmamsiz. Bilaman, bilaman. Uning ostida nima sir borligini bilyapman. Hacıgül. Voy Aysxon, Oy, xo'sh xabar. oy nima xo'sh xabar. Vallahi sayyor davolashni tugitib, qaytib kelgan bo'pti. Ha, rostmi? Nima degan yaxshidek obdashyapti. Aka, jirim aytgan tamoq yeb ketin. Men darhol berib, cho'ngchay akrishning tayyorligini qilay. Bo'ladi, bo'ladi. Oy, vallahi kes nima degan yaxshi.
Adil aka, bu qitim ota-onamizni cho'qqin ko'ndiraylik. Aldı bilen sayımkamını gönderey. Sayımkamını ko'ngli yumshoq emasmi? Fazılcan, yakşam kunim kitap o'qib ketibsiz-ku. Shundoq. Juring, kino beldidan chiqqan ag'antim kino ko'rib kelaylik. Yo'q, mening bag'im yo'q, o'zingiz berib keling. Voy juring, juring, shunday yaxshi kino deydi juring. Hajigil. Voy Meni juring, zo'rlama. juring, Meni shunday zo'rlama. yaxshi kinomish juring. O'zingiz Juring berib berib keling. kelaylik. Voy juring. Asta. Juring. Meni zo'rlamang deyman. Opamni ko'ndirmasak bo'lmaydi. Biz Tojgul bilan kino boramiz deb deyishib qo'ygandik. O, juring, nimalarni deb Hozir turibsiz? gap qilmang. Bo'ldi. Ishonmamsiz, ishonmasangiz Tojguldan so'rab beqing. Kinoga boramiz deb bilet nima olib qo'ygandik? Qarang, mana. Özden boyu tal-talla Yahriye macalla Yayrim bilen yılda yoktur ormanlar. Oynayman senin bilen Sen dersen sizin bilen Oynayman senin bilen, dost yoksan dilim bilen. Özden boyu tal-talla Tezil yüzlüğüm yarın Yürüyen kıydırgan, şirin sözlüğüm ayrım. Oynayman senin bilen Aldarsan senin bilen Oynayman senin bilen Aldarsan senin bilen Hadi kıslan eyvallah. Eyvallah. Tatın var eyvallah. Mayıskan kodam basla. Be kısla merhamet. Mehmanlar, Tacigül'le Adilcan'ın toy işini Moşa aldığımızdaki pazar günüge bekittik. Oltağalla toy gündeki iki tarafını sahip kaldırıp boğaçka kaldı mesleğimiz ne bugün pişir olayla kandak ha Muborak bo'lsin Oyisxon. Xudo sizlarga baldo'roq nevra ato qila. Rahmet. Et kaldırdık biz. Köp avar bopla. Hammalarga rahmat. Rast değil kudam. Bu işini tez tutuşkımızsak fakat bulmaydı. Tömürünün kızlığı soğuk deydiğen gap var. Ballarının beşini kayıt tez bağlıvazsak şunca yaxşı desler. Doğrudaydı. Opa! Ha? Dağlar yaptı. Vay kızım. Dağlar yaptı.
Sen olsan geldin lan balam. Dada, Kelinglar. yakıştırdınız mı? Vay canım ballarım. lanet Yaş olsun, kayıp lanet yaşta Dada, atacan bana lanet düştü olsun. ama olsan geldin lan balam. Oturun lan ballarım. Gel, otur. Oy isim kursun. Hakkın. Adilcan balam, sizlar endi ketmaydigansizlar? Yo'q dada, biz tog' rayonidagi vazifani tugatib keldik. Bu yerda yana 1,5 oylik vazifa bor. Undan keyin biz mushat qilib qolamiz. Hacep yaxshi bo'pti. Nima? Yana 1,5 ay? Aka, biz bu ishni yana 1,5 ay saqlaymizmi? Neymiş ne dada? Çıkın toy işini. Kızım, çoğup kaldın. Okuşumu tügettin. Bir başka bir büyük lazım deptiken. Közemnin yoruğu da beşini onlap koysam deymine. Ötken bir keginin de okuş bitken hemen toy kılışkı makul olgantın go. Lekin Adil akam bilan bo'lishni o'ylamagan ekanman. Adil akam bilan bir nevr tutsak qandoq bo'ladi? Bir nevri olsanlar neyim boptu? Nevri çetiş ezelden bağ işko. Opa, nevriga chetishning ziyonlilik to'g'risida shuncha ko'p xatlarni yozsaqmi, nemish tushunmaydigansan. İşkinla, toy kısanla, altın üzüklü yakıt közdek yarışlamasın. Men pelek bilen hemek, göç bilen süngek, yağ bilen böreknin ayrılmağını yaptırayım. Adamı hecil qilmag'ini. Biçare akam, sizlerge öy tutup bermen dep, 5-6 min koy pul heclep, hem tayarlıklarını qıp oldu. Emdi men, akamның yüzüge qanda qarayman. El cemaat nemi dep cevap verme. Jenim opa, sizlar bilmaysizlar. Adil akamning chu o'zi bilan birlikka loyig'i bor. Nima? Loyiq ba? Tajigilni o'z oldiq loyiq deb topdim ha? Hozir qashlanaymiz shunda. Boshqa yoshlar ular nima ko'rim? Sizlar bizning o'z bolamiz. 10 yosh vaqtinglarda maslahatni pishirib qo'ygan. Biz sizlarni bir-biridan ayrilmasin davatimiz. Dada, siz nima desangiz men qo'shilmayman. Nima? Sizlar bizni el jamoat oldida rasvo qilmoqchimi? Shundoq, uning ismi Hajigil. Yok gapni qilmag'ina. Adilcanның çekisi qısıdığan, sendek Tacıdıl tuğay yerde. Herem kuvamıgan, Hacıxanı nemi qılıdı o? Adilcanның kulluğuna akam öz buraydı. Opa, unda qısaq əpləşməydi. Epleşmişse epleştirimiz. Atanın koldan nemiş gelmeydi deysen, özem epleştirimen. Gülü gülü bilen, xılı xılı bilen degen şu emas mı? Opa, bir narsa puravatidi o. Oy, qanda qilay ko'nglim ko'ydi. Voy Aysxon! Voy Aysxon! Bormisan? Voy Aysxon! Ha, aka keling. Men sizni izlab bormoqchi edim. Oldimga bormisanmi, o'zim izlab keldim. Aka, yigit so'zidan qaytmas, yo'lbas izlin degan gap bor. Chiqqan so'z otgan o'q deganmi gap bor. Aka, deb beqinga. Hojigul degan qaysi toshga minib chiqdi? Qani o'zingda baqa, Fazlaxun nereden paydo bo'lib qoldi? Sen Aka, hali yo'g'on so'zlaytdingiz. O'zingizdan balsini boshqaramapsiz ku. Ukam, sen mi hammani og'zing qartalaytding? Ajab o'zingning qiziq kelganda gap o'tkazolmabsan ku. Siz to'xtab turing. Ularning mening qo'limga tushmaganini men ko'ray. Ukam, sen mi aldirab ketma. Texe ko'rdigan o'yin oldimizda. Tajgül to'xtab turing. Adil aka. Akşamçı, biz o'ylagandek bo'ldi. Rostmi? Opam bilan tog'am ikkisi xuddi cho'ch xo'rozdek cho'qishib ketdi demamsiz? Voy, xudoyim, nemiz qishirdigansiz bu yerda. Ko'rdingizmi? Ha, endi ularga o'zimizni bir ko'rsatib qo'ymasak. Odil, bulan. To'xta.
Ha, qanday ahvoling? Taqa, yaxshi turdingizmi? Tinimiz saqmi? Ha, yaxshi so'z Salomat qolding. turdingiz, ha. Qachon uy yetib borman deb beshib qilib turadi. Bu yoqdan kelyapsiz taqa. Ha, maymun hali yo'qlab kelyapman. Ha, kelyapsiz chiqib Sen oling. chi? Men sayyor davolashdan qaytib kelyapman. Bolam, senden bir gap sorsam bo'lamdi. So'ravering taqa, so'ravering. Men seni kuyg'ul bo'lgan bo'ldi deb bek xushal bo'lgandim. Endi anlasam sen unutmabsan. Bizni qizni yaratmadingmi? Hargiz undaq gap yo'q taqa. Biz maktabda ojiz, kasal, paka odamlarni tahlil qilib, bu odamlarning mushundaq bo'lishiga sabab dal ota-onasining yaqin tuqqan ekanligidan bo'lganligini bildim. Ha, mundaq degan bo'lam. Undaq bo'lsa mening ozi bo'lib qolganim shuningdek ekanda. Mening onam bilan dadamni oti jamoat tuqqanlar ekandi. Hukumat bizdeklar ko'yinib alohida maktab ishib ekanda bo'lib qanday ha? Voy. Voy, Allah. Ha taqa. Bir ayeringiz og'rib ketmagan Yo'q. Shu bo'yni paqalig'i so'g'ishda tutib uzun bo'lgan bo'lsa yiqilmasdan bo'ladi. Sayın taqa, sizning bolalarimiz mana shundoq ojiz, kasalchan bo'lib qolsa maylimi? Yo'q bolam, yo'q. Bolalaringlar herkes mende kasalchan bo'lib qolmasin. Navlar uvol bo'lgan ishni qilamdigan. Men bundaki qattiq qarshi turaman. Qitilmayman men. Keling taqa, keling chiqib oling ha. Taqa, Aysxon opamga deb ko'ndira olamsiz? Ko'ndirmam degan. O mening gapimni jazman anglaydi. Biroq Sodiroqni anglab qolsa ranjib qolarmi? Tajgil, anglasam, Adilning ota-onasi to'yga tayyorlik qilayotganmish, rasmi? Rost, mening opamni to'yga tayyorlik qilib yuribdi. Nima, ikkimizning to'yg'imi? Albatta, ikkimizning bo'lmay, kimning bo'lmoqchisi? Gaplarimiz qo'lashmaydi-ku. Nimiz qolashmidi? Ikkimizning yurayotganligimizni sizlarning o'yidagilar bilmaydigan tursa. Uqtirmiz, hamon uqtirmiz. Yo'q, Tajgil, mening ko'nglim bir narsani tuyib turibdi. Bu ishning tagida cho'qim bir gap bor. Voy, nimda tuyulyapsiz? Tajgil, men sizni rostli yaxshi ko'raman. Agar kunlarning birida sizdan ayrilib qoladigan bo'lsam, men bu ketishimni tasavvur qila olmayman. Qizim, masavatdagi to'g'ashlarni Odiljonga berib qo'ying. Ma'qul. Haras, ismingiz nima? Hojigul bo'laman. Nima? Odiljonning savoqdishi Hojigul bo'lamsiz? Qizim, ati tushdi bizni uyga berib o'tirib keling. Ma'qul, xo'sh endi. Heliqa Hojigul degan qizmish ekanda. Ajab chiroyli. Kim chiroyliqka? Voy, Saymaxon, Hojigulmi chiroyli? Sizning qizingiz albatta chiroyli-da. Gap buning emas. Bolalarimiz kim yaxshi ko'rsa shu chiroyliq. Voy, Saymaxon, ikkimizning gapi bir yerdan chiqadigan o'xshamamdi. Men shundoq o'ylayotdim. Saymaxon, anglamaganmidingiz? Chiroyli emas, ko'ygan chiroyli degan gap bor. Ha, shundoq. Hozirgi yoshlar ichida-chu, mushpati va oqdigan bo'lib qoldi. Akilan qo'lingizni Akil qo'lingizni. Voy, yani sizin tartışıp küçüğünüz yetmişse, ya xotiningizning küçüğünüz yetmişse. Sizden arzu tutsam, iğriğim 40 kilo tutsa. Odamlarning sizni Saymaxon xotinning qo'qidi degan gap bika emas ekanda. O'zingizmi? Xotinni qo'rqar kimkan? Kim bo'ladi siz? Siz. Mayışxon, siz eringizni qo'rqmamsiz? Men sizni Mayışxon bunday erdan qo'rqidi desam, xafa bo'lamsiz, xafa bo'lmamsiz? Men g'o'rasdan erimdan qo'rqaman. Bu bizga yarışıdı. Biroq ahaqlar xotinning qo'qisi yarishamdi. Ha, hurmat Mayışxon, yiqin keling men sizga deb beray. Voy, nervering usti beshimni hal qilmasdi. Hurmat deganni qaranglar. Kim sizning hurmatligingiz ekan? Boy gap orasida Mayışxon monakda oldingiz-ku? Sizmi mening tirikligimni bilib turib, Saymaxon xotinni qo'rqidi deysiz? Ma'qul. Men unda demay, sizmi xotinni qo'rqidi demang. Jinim. Qassobiston kelay yakshanba kuni do'konlardan 40 kilo paxlan go'sht olaman. Albatta bo'ldi, Aysxon acha. Lekin buncha ojiq go'shtni nimaga ishlatmoqchi? Qo'llariga bag'aq tekkanda bilalar. Ha, bo'pti. Davitay. Qizim Tojigul bilan Odiljonning to'yi bo'lmoqchi. Anglashimcha, qiz o'g'il ikkisi to'y qilishga qattiq norozi bo'lib yutibdimish. Shundaqmi? Ularning ro'yi bilish qilmaymiz-da. Navoiyiston,
Kile yakşenbe gün dükkanlarını 200'dan çoğundan alma. Toyuqlayıq yaxsılar. Boladı, biroq Saymaxon bu to'y qo'shilmabdi-ku. Onu özem jigerlayım. Ma'qul, taz o'qishib yaqtirayli. Saymaxon, Aysxonni gapga kirgizamabsiz-da. Hey, qancha qilgan bilan xotin kishiga akishning changildiki. Cho'g'indak emas. Rahmet men xotinning oldida mushkaldagi chashqan bo'lib qoldim. Nima? Akish bo'lgan tushliq o'pkingiz yo'q ekanda. Rastes, öpkemning 3 qismini doktorxonada operatsiya qilib kesayotgan emasmi? Sizni ojiz tutsam. Shuningmi mazlum kishining ojiz bo'lib qolamiz. Yo'q, bu emas. Oshqozonning yerim kesildi deding ha. Shuningmi xotinning qo'qamdi kishi. Og'zingizga o't kessin iloyim. Siz yanıla O't kessin, tilim qurisin, og'zimdan chiqib ketdi. Hopiman. Mayısxan, gipimi quraqsının. Özünüz obdan bilsiz. Men 2 qitim cho'ng operatsiya kirganda u qadinas xotin meni neç oylab kechkunduz baktı. Operatsiyada qon so'rab boshimni kessam, qon berib qutuldi. Uni to'mbul qon meni yuragim aqqan tursa, hey, meni yuragim erimaydigan tosh yurak bu. Men bu ishlarni ta'sirlanmam deman. Unuğu rast dediniz elbette. Bırak. Dəpqinə, mən də xotungu hürmət qıldığa, xotundu qoqudu degan namını iliş kerakmi, yoki 5 yosh olib saylish kerakmi? Rast, sizdek obdan axaqlağı behmi kam tipilidu. Həpbəli, bu gipin joyida. Mendek unda adam yet iqlimda tepilmaydi dana. Bu qadinas xotol meni japayimni to'l tatdi. Shu u meni düşkelsimi şuturmen. Vaqlisimi şuturmen. Tilisimi şuturmen. Usa Nima? Sizni uramdi tehi? Ursa şuturdi ekansiz-da. Yo'q, uramaydi. Us şuturmayman. Abballe, ursiz şuturmaysiz. Siz degan akish emasmi? Süpür ketasizlar, oldini quyunda qishpa jinda qo'yib bo'lma. Qo'y. Mana. Yo'q. Xotiningizdan qo'rqmaydi ekansiz. Rastlaysiz, bu mu xotinni qo'rqqanligim emas. O'ylab ko'rmaysiz, tinim ojiz. Hem kisachan bir odam tursam, tosh bilan yong'oqning tomog'ligini nima ko'rgan? Bizning Sadir axungo ikki gapning biri bo'lsa, men degan kishi to'y ishiga azaldan dodi o'zi ega bo'ladi deb og'zimni ochmay kiyotdi. Bo'lmaydigan bo'lsa bu ishlarni o'zini saramjonlashtirib yetadi. Saymaxun, Aysxonni gapga kirgizib, qulg'in to'lg'iy olsingizda, u vaqtida hamma odam sizni Sayimnochi degan bo'ladi. Sizmi shunday qilmang. Dapiqinga Aysxon behli joyil, gapimizga kirmizchi. Gipim kirmse, atana qishga sotaman. Adivini toz beraman. Peshvolar urib, testaklar ineklarga samsaqaman. Qanda xotinni qo'rqib dikaman, xotinni qo'rqadigan joni shu, isib tashlab beraman. Bilib qo'ying. O'pkam yerim bo'lgan bilan, jigirim butun. Onda xotinning g'o'shig'ini chiqib, 5 bosh chiqib, payxani chiqib, 10 bosh chiqib, o'chaqib tushir qilitaman. Hay, Sayimnochi. Qalsvo, kimning payxini chiqib 5 bosh qilmoqsiz? Kimning payxini chiqib 6 bosh qilmoqchi? Herkes sizni bilib xotin. Ems kimni deding, Xotin almudayning payxini chiqib ketaydi men. Düşüp gidip bir kili otaş tashlabdi. Hey, muzay yig'ildi turmandi. O't yoshda sapsaq turmandi. Sen meni ahmoq etmoqchimi? Ikkinglarning boyningiz qon gapinglarning hammasini anglab bo'ldim. Xotin
Ocak büyüklüğünü market atmadı. Hey, sen beni akmak etmek mi? Ha? Sen O kokularla. akmak mı? Sen yemin O edin. tuvalet taşlarla. O çaycıda. O çabularla. Uy, qanday qilaman? Uy, bu naketde ko'rinmaydi. Uy, qanday qilaman? Saymaxon. Ha, yeringizni qo'g'laganga to'ydingizmi? Endi bir yeri zahmlansin-chi, qani. Sizning ko'rdigingiz bor. Voy xaloyiq, odam bormi? Saymaxon tulikdan tushib ketdi. Estağfurullah. Bu bizim ko'rinmaydi. Sen hayat bakarsan bu. Ha? Endi söz istemesen bilen. Ağzınızı yumun. Saymaxoncha appak paxtaning ustida yetibdi. Endi navbat ikkimizga keldi. Nima? Meni nima qilmoqchi? Bilib qo'ying, mening etim saymoqin emas. Yeringizni qo'qtalgan bilan meni qo'qtamaysiz. Nima? To'xtab turib, siz butun fitna fasodlik qilib, g'ayvat qilib, shikoyat qilib yana nima demoqchisiz? Men sizni tentib g'ajinim. Uy, endi tushib beqing qani. To'xtab turib, men tushunmaydi demsiz. Tushadigan bo'lsam, ko'nglingizni ko'stib etmasiz. Ajab o'pdan qilib. Qani endi tushib baqa. Meryem ede, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Madem yaxshi turdingizmi? Hey, anglashimcha, sizlarning oilanglarda to'yga jiddiy tayyorlik qilyaptidak. Rost shundaqmi? Ha, shundoq. Meryem ede, mush ish to'g'riliq sizni izlab kelgan vaqtingiz bormikin? Vaqtim bor. Yuringlar, ishxonada so'zlashaylik. Hammani qilgansizlar. Gap qilsa, saymoqinga yelvana. Nimalar deyishlar? Deb baqsa, Nimalar deyishdilar? Qizlarni zo'rlab taqmoqchimi ya? voy qo'g'amay, aylanib ketay. Odiljonnichi, akamning o'g'li demasam, o tepilmasdan qo'mis emasdi. Bo'ldi xotin. Kendiriga kirkitib bitildi avang dedi. Allah'ını yap. Hilbika, kögüğün köstüm. Buna, ne işte? Yadır, muştun işte. Hem de bir çıkıp bakın onu görüp bakay, hem de bir gepreğine. Ağzını şun. Anlattınızlar. Yattın tıpka yakşı demesem çok, sizin oğulları verdiğin çıpkağın kızım yoktu. Bilip koysla, Adılcan'ımız size iyi olanmayla, toyğımız size iyi olanmayla. Kim iyi oladı? Akam özü iyi oladı. Manim, men iyi oladım. Akılları Adılcan'ın dadısı bolsa, ben onusu bolayım. Ben de iyi bolalayım. Kollardan kelsi yağcayınızla. Bu toyunu kıyğınımız kıyğın. Silimi kollardan kengini kısla. Bu toyunu kağızmayın. Tolaycılarını açmışsa, muşketlerini akam anlaydıgan bolsa, çaşlarını birini koymayıcılıp, kolları kapırdı. Ben mi kokmayım? Mençü, ädin kokuduğun xotun emasman. Sadır akındaki asman şotusununki tik sakallarını bir taldım julup, jumdap kolu vermen taza. Kanda kokam dikenme? Ay, Maysxan. Sen kimnin saqılın jumdamakçı, ha? Ben asman şotusu olsam, sençu, ha? Sen ime, gep kıl, ha? Men Maysxan monet, nimdi sizli şu? Men silini demedim, siligi tiltak kızmadım. Xuda haqqı. Xotin, yağan gep endi ahmaydı. Raqsın dengla. Menin saqılımni zaten nemiş jumdamakçı? Menin saqılım nemege putlaştı? Oy canım. Rastın desem, qotandık tağıl teki tolu jaqırap, kulağının yanına aylandırıp etdi. Şu tağıl tekininki sakal burtlarını bir taldım. Vay vay! Erden kokmaydıgan Noç Hanım'ın alfazını karmamdıgan. Sadın kokkan çöcüdek çürükla. Xotin, zaten neme gep bu? Hürmetli tadısı, sakalları menin kolum Manqarsa teyatmaydı. yenge. Akamның micazini obdan bilila. Rast gap qısla, qutulula. Yalgan gap qısla, tutulula. Baynыңызға өгіз тұрып қиған гәпләрнең һәммәсіне bir-birlәп дисле. Aval özleri diğerlerini disle. Uy, һәммә ишне бузып аткан сине тусла. Мен немен демәк истем? Силе, силе. Bütününe çıkılan. Singlim Aysxan, bu işiniz bo'lmabdi. Uni darhol chiqirib yuting. Aka, hozir men sizga һәммәni so'zlab beraman. Qo'y, hojikamning mashinasimi nima? Men chiqib qarab boqay. Uy,
Rosa hacıkam kep kalgan boz qandaq boğunu. Nime degen sətçilik oldu. Acep undan boptu açkam. Molla acıkam kepti. Karvatı köpçülüğün Hacıkam kep mücinim. Dast qarasana, çapsın bunu çapsan. Sətləşməy. Hə. Mən dastan salay aka. Qare. Vay Aysxan. Saymağını derhal çıkırıp etin. Molla acıkam cidel oğunu siz Vay almışsın ya, yine. aka onu çıkırıversek boğmaydı. O bizni hazırlaşmak. Aysxan, göz yaşınızı ertin. Jığlamay külüp oturun deyme. Endi jığlayma. Taza jığlayma. Estağfurullah xotun. Molla acıkam kiçik bala emez. Vilayet siyasi kengeşinin reisi. Mehman kelgende jığlısı sert buludu. Sert bozu bolayversin. Ben özüm jığlap aldım. Cenim xotun, kol sunsa yem içide, baş yerilse bök içide depçiken, xapı olmanla ütünüp qalay. Ben endi xapı qınmayman. Ben nama kulu olay, jığlamay külüp oturunla. Külüp oturunla deyme. Assalamu alaikum. Acıkam kepti. Ve aleyküm esselam. Acıka. Hanları Kesler kalırlar. hacıka. Kesler piş kellama. Elhamdülillah. Yakışıklı. Akın. Köpük kesler hacıka. Kale. Köpük kesler. Amin. Allahu Ekber. Qandaq hamdullah Qandaq salamat. piş kep hacıka. Obdan turupla telleri saq. Elhamdülillah. Qandaqraq ahvalinglar? Nayt yaxşı, nayt yaxşı. Yaxşı. Hamminglar g'alit ko'rinsizlar. Zodi nima ish bo'ldi? Hiç yok. Molacıka çay isle. Hiç nasip olmadık mollacıka. Biz cidal kılışmadık. Sadraxon, Maysxonga nima bo'ldi? Molla acıka. Xotun kishi yerim sarang deptike. Endi qanday qilamiz? Biz yerim sarang emas, yerim dünya. Bilemla, ben tek cidal boğunu bildirmey desem, nimdap jölüp jürüyla? Nima deydigan sen xotun? Fikrlarim, oranglarda ko'ngilsizlik bo'lgandek turdi-ku. Bu zot nima gap? Yak, uy. Eshik taqildayotidi-ku. Ishida kim bor? Yak, bizden bir yaman oğlak vakti. Hoşlarını ögüsü çıkarıp katkıp şunu solap koygan. Qirqimga o'g'loq o'xshamamdi. Men bir ko'rib boqay. Yak. Uy. Aysxon, bu nima gap? Ben içirtey hacıka. Açay. Fadılcan, bizim öyle bir bastığımız bolattı. Apam sizni körüp baksın. Nima? Yo'q, bormayman. Opangizning qo'rqimi? Nima? Apam odam yeydigan böğür emas. Sizde, men bilan to'y qilishni xohlamaydi ekansizda? Nima? Xohlamam degan. To'y qilishni kunda degidek o'ylayman degan. Emse, nimishki bizning uyga berishib unmaysiz? O'g'il bostiribmi tortinamsiz? Borsam boray. Biroq eng yaxshisi optirishgan berib kelgandigim boray. Vay bo'ldi. Tolaman kitap yatlap berivermigin ha. Aysxon opa. Bunu bilgen bolsak, sizlerni doktorluk mektubimi evetmigen bolattık canım balam. Vay kopkana aldım dinleri. Hey tüte, ayotkanın peşini tüte, ayakını tüte. Aysxon Tat opa. ne aldın ga, tat. Aysxon opa, meni gipimdek tugumidi. Urug'tashliq kasalda tug'u millat baktula, saqaymig'i qo'ymi tas korqinmaydi hech davo. Keni vijik qo'choqdek, bashi yugan qapoqdek, bo'yni zilva sapoqdek, qo'sig'i chiqqan do'mbaqdek. Chechi tushar to'sqaqdek, bilaklari baldaqdek, mung'ishlari do'ng'aqdek, turishlari to'ng'aqdek. Vay muhtam. Lekin senin gipinin hepsi yalman gip. Ayol kişi, iki kat vaktida toşkan qarsa, balısı küçük hop kalır. Şeperengi qarsa, balısı qarıq kalır. Kilagi qarsa, balısı çulaq hop kalır. Qanda, ben bilmem dikenmi? Aysxon opa, bu gipingizni ilmiy asosi yo'q. Nime? Sen öz gipini yoğulasan ilmi asası bolu diken, menin ilmi asası bulman diken. Hükümet kitapның hemmisi sen üçün çıkargan mı? Aysxon opa, siz yanıl tushunmayapsiz. Nemini düşenmepti mi? Sen mektepte
Hacık varmıgan Hacı Xan'dan birini tepip vapsa. Onu mu düşendin? Azxan apa, Hacıgul degan qiz Tajgulning eng yaqin do'sti. Tajgulning loyiqimi mening eng yaqin do'stim. Bundaq turug'liq Kim dedim? Rasxudaq, uning ismi Foziljon. Ağzını yum. Kötü undaq Fazılcınım. Opa, nimdaq tətrirlik qilsiz? Balam, kız val turup, anasıdan bir sorak muhabbet tallaş degen nerede var? Nikah tüzümge xilafmıdı? Neme? Nikah tüzümede kız vala baş dağılık kızsın depti mi? Beş kayıgan, püt tayıgan yeldi jürüp, öz aldığı egtigi bassın depti mi? Opa, siz nimelerni davatsız? Men nime davatım ha? Sen nime davatsın? Niman dep gep kımısak, palan, pökün dep. Menin doppamga jigdi silip, akamның burtuğu çangı tızmakçı mı? Oy boldi, men boydun ketey. Ne ketmek çittin? Tәті ısragı mı? Yalçağlım ha. Bu egi kemmezki çaren yok. Erşi Allah'ı çıkıp geçsen mi? Yanıla men senin aban. Canım apa, men sizin kızınız. Bırak men iş kıpamsa bulmaydı. Hoşça apa, ben kettim. Vay canım kızım. Haris apa, bugün birisi bizning öy kelmekçi. O kişiye qo'pollik qilib qo'ymang yana. O kişi... Bo'ldi, sen ketiverginle özem bilme. Ay bicar kızım. Men öteptiş Adilning o'zi tepagan loyiqni mehmon qilamdim. Vay dadısı, hap olmay gap kızla. Nima? Hammani qilgan sen. Mendan o'g'irlikchi kelin tanlab yurganingni ko'rmamdigan. Dadısı, menden ötepti. Kızının keldiği vakti bop kaldı. Çandırmay ötküzüp yitala. Men bazağa berip keley. Kes. Lekin mening gepim gap. Adil o'zi tepagan qizni hargiz öpmayman. Oy. Uf. Vay canım. Estağfurullah. Ya Allah, sayma akım. Ben sizinle ağrıyık da koğulluqni bakılı koysam, müşadim oturamısanlık kandak oldu. Vay xotin, xapılmağınlar. Benim ağrıp doktorxana berip geldim. Nim boldunlar? Yani ay küçüğünler kep kaptık ha. Nem bo'latdi? Erik Tajgul keptiken, yeni özünün gepini yoğultu batıdı. He, şu kep ma. Ben helik layıqını köydüm. Xil qamlaşqan bol iken. Ya Allah, körüşküm ülgerdinli mi texe? Bol kızarmanlar. Otik sürüler küreşkili kelmekçi. Nime? Küreşkili? He? Erik Tajgul degen meyman. Fazılcan şu kendi. Ben onunla körüşmeyim. Kesimi koğulu bitimi. Xotin, öykege mimanı qoğlatken nerede var? Kadırsın adımga sıkılmayı bulamdı. Ademi gerçilikli mi çu? Yolu dara kılamı. He. Ama kıran... Oy! Lekin Fazılcan Ceren aldığan bir kütosum kızını aldırmayı da? Yo'q. Biz bununla xotim bermasak bo'lmaydi. Tekshirish qaraganda bizning noyimizda ersiyat keslik giribtor bo'lganlar oz emas ekan. Biz tibbiy xodimlar o'zimiz namuna bo'lishimiz lozim. Bo'lmasa boshqalarga qanday tarbiya bera olamiz? Bo'ladi. Yig'in mishagicha ichiladi. Hey, Adiljon. Atmış takim. Tajgul, sizlarning talabinglar bo'yicha Maryam ikkimiz hozirla uyinglarga boramiz. Buludu.
değiştiripler. Değiştik. Otasın, otasın. Ayshan acha, mening kelishimdan xabarlar bormi, qandaq? Ha, xabarim var, xabarim var. Hilqi, Qazılcan deganmish kendi. Ha, sizni saqlab o'tag'andim. O'zlari mening kim ekanligimni bilmaylar-ku deymi? Bilmem dağan. Men siz to'g'riliq hammani anglagan. Hammani obdan bilaman. Tajiguldan anlap dikenledi. Ha, Tacigul'dan anglagan. Tacigul bana işledik sözlerini toluk etti. Ben onun ko'nglini tushunaman. Shunda xummam dağan. Tacigul elbette ko'ngillik gaplarni sizga deydi de. Siz onu tushunmamdingiz. O gaplarni men qayta so'zlab berishingizdan hojati yo'q. Men uni anglashga mening muroyim yo'q. Ustab qolgansiz. Qo'g'iying. Bo'ladi. Sizmi? Eling, eling. Tacigül deganmish o'p qolmasin yana. Assalom. O'zlari Sadirkan bo'lamlar. Shundaq. Keling, ko'piga o'tiring. Rahmat. Sadirka, men bugun tushdan burun sizlar bilan ko'rishga va'da bergandim. Sizlarni saqlatib qo'ydim-ku deyman. Yo'qsa. Dal vaqtida keldingiz. Men sizni kutib o'tag'an. Ayshan acha, quloqi yoqmasa bo'lmaydi. Nikah meselesi kichik ish emas. Odamning umrlik hayoti bilan munosabatli cho'ng ish. Sizlar qanday dedi? Nimandaq padishapni bilmaydigan nima bu? Ayshan acha, gap qilmaylar bu. Ufkam. Mening gap qilmag'inim tuzuk. Gap qilsam bekor ranjib qolasiz. Qarag'anda rostini joyil ekanda. O'tganni sal besib olay. Ufkam. Qancha yoshga kirdingiz? 35 ga kirdim. Nima? 30 yosh? Shundaq. Bu yil dal 30 yoshga kirdim. Belli. Xudo urgan qari qizkan-ku. Bu o'g'lim ahmoqning beshini aylantiryapti-da. Ma ishni ko'ring. Sadirka, men bir muhim ish to'g'risida sizlar bilan so'zlashmoqchi edim. Nima ishdi u? Odilning nikoh ishi. Nima? Odilning nikoh ishi? Sadirka, bu nihoyatda muhim masala. Nikoh ishi, ko'ngil ishi degan gap bor. Odiljonning to'y masalasida uning ko'nglini hisobga olmay bo'lmaydi. Uning ko'ngli kimga tushgan bo'lsa, albatta shuni ep berish kerak. O'g'limning ko'ngli tushdi deb mush qari qizni ep beramdim dedi. Sadirka, gap qilmayli-ku. Bu ishda men Odilni qat'iy yo'lga kirgizaman. Hozirgi yoshlarning ko'zi qarg'u, gul bilan ozg'inni farq etolmaydi. Sadirka, Odiljon o'zi tanlagan loyiqni tangdoshsiz gul deb aqida bog'lagan ekan, shu gulni cheksiga qisib qo'yish kerak. Sadirka, navrini navriga chatqanda aplashmay qolsa, yaqin tuqqanlarmi ayrilib ketadigan ish chiqadi. Singlim, men sodiga emas. Mendan aniq javob ololmaysiz. Men sizga deb qo'yay, bundan keyin adab qoida deganni oz to'la o'rganib qo'ying. Voy, Sadirka, men bo'ldi. Nim bo'g'inini o'zingizdan so'rang. Sadirka, gap bo'z chiroyli demamla. Nimishqa xafa bo'lala? Gap sal qo'polroq chiqib ketdi. Shundaq demasam o'zingizni bilamidingiz emasmi? Sizlar Bu qari qiz Pürkütdek o'g'limni qo'lga tushamas ekanda.
Aysxan acha, gapni uzutayli. Men sizdan aniq javob elib ondan qaytay degandim. Tojgul texmin saqlab turdi. Vay can. Yemanda xrodu paydek çaplaşıp alıdığan da. Ben de bir ilişi var mı teki? Hey, Aysxan acha, nimalarni deb yuraysiz? Men tushunmadim. Ufkam. Benim siz bilen sözleşkini çolam yok. Bir ketiverin ha. Aysxan acha, gapimni obdiraq o'ylab baqasiz. Oylanıqdaki yerim kanmadı. Kani, merhamet, merhamet. Bir ketin, merhamet. Ha? Ma'qul. Oy. Nimandak bizanlık kılıdı o. Cenimni çıkarıp. Meryem. Meryem. Ne buldunuz? Aka! Aka! Ha? Aka karam. Yemiş. Vay cinim aka sormaylı koyun. Heli bizden Tacı Gül'ün tapkını. Bir keri jigitken emes mi? Vay tova, ma gap ne? Adil'in tapqan layığını mı asmandan düşken çolpan okşaydı desem, onu bir qeri qizgan emasmi? Ha. Yüzünün qililigini dememsiz tehi. Oy. Ay, bizden ballarımız sarang olup qaptı da. Şu. Oy men ketey. Ne var siz? Şunca aldırap. Ne bulatdı? Yani şu bağaq taqat qılay. Singlim, hech bo'lmaganda ularni gapga ko'ndirib bulup, ondan bag'al taqasak yaxshi bo'lmasmidi? Aka, hem toycaptıkları pütken tuza. Biz ulan yani kaçangı saklayınız? Ap pişti, buğday pişti, sen demiş pişmaysan da oturuversek olattı mı? Yıllap sakladım, aylap sakladım. Oldu, hem saklamaydı. Esta, bu işni. Canım aka, siz bu işti bel koyuversiniz, işin tügeşkini şu emez mi? Mankaran aka, ikimiz bezde ketip durvasak ulanın piçiği suyunu kesip laydı taktaydı. Ma'qul. Bag'aq taqalgan bo'lsa, yakshanba kun tavakkul deb to'yni qilayotayli. Oldu, kul yapma. Bağakla takılıp oldu. Senin toy kılmayma dediğin haddin emes bilip koy. Senin boş başlarlık kıldığın vaktin emes. Ne gitti? Sussan! Oy. Tacgül, sizga nima bo'ldi? Apam jahillik qilib zo'rlayotdi. Bo'l, jig'ilma, Tacgül, jig'ilma. Adil! Oy, apa. Canım balam. Apa qanday Qanday qahvalыңыз? qahvalыңlar? Siz tutdingizmi? Maysan apa. Kızım, yığılapsan o. Ha? Xavrim ba. Bu aslida Aysxan apang bilan Sadraxun tağanınki uzun yıllardan beri pütüşken iş ekan. Ular qarindosh quda bo'lamiz deb o'tda qizib turgan vaqtida men albatta ma'qul bo'laman da. Qizim, o'g'lim Adiljanni yaratmay shundoq davatmagansa? Yo'q, Maysan apa. Oktan o'ylanib ko'rim. Nevrin chetish butunlay ko'niliq ish. Siz tushunmayapsiz. Adilkamning do'sti mening eng yaqin do'stim. Mening Adilkamning eng yaqin do'sti. Oyning davatsa, Adilkamning do'sti. Sening do'sting. Voy, tushunmadim faqat. Adil, nima bu? Oxir bunda bo'lishini biletdim. Qizim, nima bo'ldi?
Dada. Ha? Dada, bu neymiş? Yatakta otlasam bir eylem bu bağıkla kirpet. Bu zaten neymi gel? Bana bana görüşünü körsen bilise. Biz koşulmaydır, bizim zorlaşkı neymi hakkınla bak. Neymiş hakkımız yok. Seni biz bekip çonkıkan tutsak. Bu özümüzün erkinliği. Kurup gelsin ondak erkinlik. Balı öyle qarzını ada qilish, ota-onaning shillistiki ish. Ben sizlerle öyle yol dedim mi? Adil, bağaq taqilib bo'ldi. Sen bu to'yni qilsangmi qilasan, qilmasangmi qilasan, qilmaslikqa hadding emas. Qat'iy qilmayman. Agar uni musang ota-bollikdan tan. Saymakın, endi gap ikimizde kaldı. Sizler. Qarğanda cidal qilishmasak bo'lmag'idek. Biz ko'nsak bolalarımızın tugashgani shu-da. Rastayız Bayıskan. Şunu kokmam ben bak. Ömrü kılmışsa ömrüge ekşi de kadar. Rast. Oğlum için can fida. Bel koymayman hiç kaçan. Ben kızımın baktığı için ilişime bir meydan. Oy saymakın, aslap kaldınız mı? Gözünüz kudu işittin kokkan müşükte tağıraplık etti o. Kokudum ben işkim mama vardı da. İşek kuşun yetmese, o tokumu diyen şekende. Oldurma. Biraz diki bu tokam kuşumuz yetmez bokkamısı ya da. Ondan yap ya. Bayıskan siginin oldu. O müşkülükler şaşkındaki bok kaldınız ko. Koku tabi sen. Yok, kokmayma. Ben kokmayayım ben. Oy saymakın, köydünüz mü? Ayskan bilen Sadırak'ın turudu. Uyma eşigimiz nimiş mangmaydı o? Ha rast mangmay batı da. Kokuatamdı ki. Rast kokutamdı ki. Yok beni hiç kim kokmaydı. Ayşıkandım kokmaydı. Kokmaydı. Herif kağa okşaydı. Yürüp kağa okşaydı. Mangmay batı da. Kendimizden sak bir kere. Yansak yanaylı, yolda uçturuşup gelip yan cidelleşip kalsak set bolar. Rast doğru ettiniz. Yol izlerleşip kalsak ülke keçkeli aldın sen emez mi? Aklınızı yanaydı kadar. Yanaydı. Yanımızsak çatak. Bakayla. Kıdayla. İçtim ya, içtim. Mahmut'a olmaydı. Bu çatak. Başkan, endi korkmam. İkimiz muşu kütekte keçip durmasak, ula hiç mi kılamaydı? Aka, şudak yakından bakın takıtıp oldum. Köңlümüz endi aramız. Elime Xudoga shukri. Uxlaydigan bo'ldik. Şundan ha. Hatırcam bol. Xotin, neymiş qilib o'chib o'tirsizlar? Bu işkinleri ne oldu? Xotin, neymiş qilib gap qilmaysizlar? Nima bo'ldi? Bu neymiş gap kılmaysızlar? Ağzınlarını zamaz kılıp aldınlar mı? Sizler nimiş oğul bağak takıtsızlar? Nimiş mesele sanmaysızlar? Ben bu oyunun adım mı emez mi? Mening neymiş haberim yok. Ben balanın anısı mı emes mi? Xotin, bu ishqa uncha xafa bo'lib ketmanglar. Ko'nglingizni kengroq tutinglar. Neymiş ki hap olmaydım. Ben bu toyunu kılıç koşulmayım. Ben aradı. Vay vuy, aylanıp gidey. Elfazınla bek yaman go. Bilip koyunla. Biz bu toyunu razı olsanlar mı kılımız? Bulmasanlar mı kılımız? Kıyğınımız kıyğın. Shundoq. Biz bu toyunu buzgunuz buzgan. Rast. Buzgunumuz buzgun. Astagfirullah.
Hey xotin, bu to'yni qilmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Biz bu to'yni buzmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Astagfirullah, hili bakasini. Nima? Meni urmoqchimi? Mana urslar. Qani? Hili baka ko'kligini ko'rsatma. Men endi qo'rqmayman. Jonni tushdim. Bo'za olmayman. Yo'qol ko'zimdan. Xetini al. Uydan chiq. Uydan chiqsam chiqaman. Lekin bu to'yni qilg'izmayman. Ikkinchi bu oyni basmayman. Ko'zimdan yo'qol. Nega bo'lsan bu? Oy, Meryem. Meryem. Abdirish takimmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaqindan beri ishlaringiz qanday ketyapti? Hey, Meryem, nega berib kelyapsiz? Nag bo'ladi? Sodir akamnikiga berib, o'yliq kiramay qaytib keldim. Nima ishqa? Ishtyapmiki? Yo'q. Men endi ularning uyiga kirmayman. Zodi nima ish bo'ldi? Nim bo'ladi? O'tgan kuni Sodir akamnikiga berib, Odil bilan Tojigulning ishlari to'g'risida so'zlashsam, meni qo'llab chiqardi. Uning ustiga kaynimdan qayri qiz degan gaplarini anglab qoldim. Men endi qanday bora olayman? Unda qilsa, men o'g'il bo'lmamdi. Xap bo'lmang. Siz baribir qayri qiz emas-ku. Yo'q, men rost qayri qiz. Men 30 yoshga kirgich to'y qilmagandan keyin haqlar meni nima desa haq. Shundaq o'qish va xizmatlar bilan bo'lib, yillarning qanday o'tib ketganligini sezmay qoptiman. Endi bu ahamiyatga qoldi. Undaq dema. Qaraganda ikkimiz o'xshashganmiz. Ha. Siz mush vaqtcha uylanganmi? Shundaq. Ishonmayapsiz. Tova. Yot kishini o'ytsa, hamon yotlig'ini qildi ekan. Hey, yot kishi sizlarni nima qildi? Yot bo'lmasanglar, bu ish chiqmasdi. Sizlar aka-ukishimizning qarindosh qudvo'g'inimizni ko'rolmayapsizlar. Men baribir yot bo'lgandan keyin men bu yotlig'imni qilaman. Qizimga o'zim igdoshlik qilaman. O to'yni qilg'izmayman. Hey, paka. To'g'ri joylik qilma deyapman. Mendan ayrılsang, kuningni ololmaysan. Hali xetimni olmay to'ysa. Qo'rqmayman. Nima qilsang qilinglar. Bunda to'yni qilg'izmayman. Oy, nimada qildim bu? Xetimni ver. Xetimni berasan, berarsan. Gap qila. Bir xetimni berib-vatgida. Bermaydigan bo'lsa, Öydün çık. Yo'qol ko'zimdan öydün çık. Qo'yvetdi. İkinci ko'zim ko'rgich olma. Buningdiki bu so'g'amga dastigich olma. Yo'qol. Oy. Saymakun şu qayada. Kelim qidina sunda qimam uy kiringlar. Bunun dikini şikiniş qilmayman. Saymakun. Sili qayada. İkinci qilmayman. Saymakun jenim qidinas qaytib kelinglar. Xudo faqat tilmayman. Men namaqul.
Ey anası, sizi qayerda? Qarang'i tushib ketdi. Uyga qaytib kelinglar. Endi jin chaplashadi. Saymakon, dadisi. Canım Maysal apa? Kızım, Dada, ne bo'ldinglar? Apa, sizga nima bo'ldi? Nim bo'ladi bolam. Dada, o'tiring. Voy canım bolam. İş tugashdi. Biz uydan qo'g'landi bo'ldik. Nikah uzildi. Uy mi buzildi? Endi biz qonundan ojiz xetili asaqla. aciz kıtı asakla hemiş tügeydi. Apa, bo'ldi apa, yig'lama. Ko'nglingizni yerib qilma. Unda qolsa ish yo'q. Bo'ldi, yig'lama. Balam, endi biz bir ayda bulamaymiz. Ağrımızı gep çıkıp gitti. Nima gap chiqib ketdi? Nimi gep çıkıp gitti? Çıkıttım koyu ötüme diye gep çıktı. Mollamda sorsam talak diyen bize okşaş buldu. Nikah yanmayı deydi. He rast. Saat Rakı'nın ağzımı gep çıkıptı. Rasmı Maysıkan. Ras. Boynunu qaqirdak so'zib, ovozini xuddi mo'zaydak chiqarib, qo'yib itimanda vaqirdi. Qo'shnilarning hammasi angladi. O koyu ötüme de çıkıttım dedim ha. Oran ishga qaytim dedi. Ona çıkıttım dedim ha. Çıkıttım bulsun mu nikah üzüldü yanmaydı. Sayın tağa, bu dünyada yanmaydigan hech qanday ish yo'q. Balam, başka ders yanıgan bilen İslam şeriatimizde bunda nikah yanmaydı. Sizler yaş, bilmezler. Şeriatı mı hayırlar yok. Sizlar hojikamni tepib so'zlashib baqsanglar bo'lmamdi. Hacıkamı şeriatı çok emez. Balırım, boldu kaç bop boldu. 30 nesil öğüt tutup ne öyküreydigen de bunda bularını oynamak demen. Öy ağrısak kızım semmemine bilip tuğun. Ras o'g'lim, ikkimiz ayrim uy tutib turaylik. Men ojiz. Şunda kızım ben acil kiselçan. Adiljon aka, biz attirish takim bilan so'zlashib baqaylik. Bo'ladi. Shunday qilaylik, yur. Dada, Maysal apa, sizlar o'ltirib turinglar. Hozirlik kelamiz. Ma'qul. Mana endi uy makonsiz qoldik. Bunun ne bulattı? Tek bunu kının erkin bok kaldık da ki. To'g'ri dedingiz. Kiram, Attirish takim. Istakim. Yaxshimisiz? yaxshi turdinglarmi? Qani o'tiringlar. Rahmat. Bir ish bilan kelganmidinglar? Ha, bir ish bilan sizni izlab kelgandik. Qani danglar. Oyshan kiyotidi. Bizni kepir kepti de. Karap bakaycı. Muşum mu, er oldu mu? Vay ülük. Ne kolaycı? Çok kere olaycı. Bir yerde keldi de. Mundaq disle. Akamsın nimandaq izlep tapanmay jürdük endi sen bir yerime kuvaptı keldi de. Silning manga gap qilg'ida 100 lirbam texi. Saymaqundan taloq bo'lib, o'zlarini qo'ydigan yer topolmay qaplığı. Talaq qıptım işte. Meni qutlamay aran tuğantım o meciktin. Menden ağırılıp onun qanchalik kun kögününü görüp aqamı. Voy. Sizlar qaltis noch xotinjimi? Saymaqundak yavaş odamni uydan qo'g'lab chiqara olganmikin. Vay bedran. İkinci akamның bosoğuz kadam koygunumuzu görüp aqay. Maysıkan endi hem iş tügeçti. Bu yerda yaxshi ekan. Men yoqtirib qoldim, uy. Birdam aram elib olamdik. Mayli. Xohlasangiz mushaqqat qiling. Undaq deganingiz bilan mening xizmatim Urumchida tursa, qandoq bo'ladi? Maryam, bizning nahiya sizdek doktorlarga bek ehtiyojliq.
Biz böyle işlesek yaxşı emasmı? Bundan keyin sizden ayrılamaydigandek qilib turman. Biz shundoq yuraveramizmi? Men sizga yo'q demadim-ku. Undaq bo'lsa to'yni kechiktirmaylik. Aka çakkan bulun. Çakkan düşün. Vay bulun. Voy, nima bo'ldingiz? Nimanda qaldaysiz? Oy, işte moyim gap. Hazır siz derhal yol tepesinde. Nima bo'ldi? Çok üşümde ayaktan tüyülerim. Karamet görsüz. Çakkan bulun. Men. O yerda zaten yemiş yoktu. Vay aka. Bağancakta körüsüz çakkan bulun deyme. Nekilime. Hele bazıcan bilen. Koş gözüken ikisi var. Üşümlükten tüyülerim. Birbirinden kollarına tutuşup. Singlim. Rost sharmandalarcha ish yo'q demasmi? El qarji gulgan qeri qiz dal shuki. Vay aka. Hele bazıcan degan qeri yigit mi? Del o'zi shu. Ötkende bizning uy kelganda tava köpünün üstüde oturup qilgan gaplari ko'knavat qo'g'indimi tatliqdan ha? Ularning qipshigan qiliqlarining satligini deymamsiz, yuzi qiylininki. At Aylıxonga, yo'l Sarxonga degandek ish yo'qdi-da. Bizning bolalarimizni aylantirganlarmi mushular? Bizning uyimizni vayron qilganlarmi mushular? Belli. Hammani qilib atgan shular. Singlim, bu kichik ish emas. Bundaq masala qonun bo'yicha bir taraf qilinadi. Biz avval bolalar bilan so'zlashib, ondan yangi kelgan Abdurish hokimni izlab baqaylik. Shunday qilaylik aka. Anglashimcha Abdurish hokim degan kishini hamma odam odil kishi deb maqtaydi ekan. Bizim berib halimizni aytib baqsaq, balkim bizning halimizga yetib qolar. Adiljon. Ha? Bu yoqqa chiqay. Sadir aka, qanday ahvolingiz? Hemen bir çıkıp giray. Chiq baq. Man qarab Neymiş işte dada? Naiti muhim iş. Biz bugün naiti bir çoğun aldamcılık ensini paş qilmoqchimiz. Nima? Bununla kanunu aralashtiramiz. O aldamcılık aşkar bo'lsa, oilamizdagi hamma jidal majra baraqli besiladi. Gapingizni zadil tushunamadim dada. Yakagina bilan. Amisa gapni ochiq aytay. Tojgullar ikkinglar ikki aldamchining qo'liga tushib ketibsizlar. Tojgulning Foziljon degan muhabbati bilan sening topgan Hojiguling cho'ng aldamchilarga biz ularni ko'rib qoldik. Nima? Fazılcan bilen ikisinin cilimlikte gaplashib turganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shuningga ishonmamsan? Ishonmayman. Faziljon, undaq bol emas. Estağfurullah. Amsi men yo'lga aytyapmanmi? Mening qulog'im gaz, ko'zim qarig'imi? Jenim balam, boshqa gaping bo'lsa, Abdurish hokim qilib Hacıgül, siz tungin bir o'g'il bola bilan birga bordingizmi? Nim deyapsiz? Men qaysi o'g'il bola bilan birga berishim mumkin? Ha bo'ldi. Men sizga ochiqla davri. Anglashimcha siz tungin boshqa birisi bilan gullikda o'tirib, hatto to'y qilmoqchi bo'libsiz. Bu menga haqorat, tuhmat. Mushningga ishondingizmi? Bo'ldi, xafa bo'lmang. Men sizga ishonaman. Biroq buning tagida chuqur bir sir bor. Nima sir bor? Man qarang Tojgul. Siz shu gapga ishondingizmi? Men sizni qayrib qo'yib, boshqa birisi bilan yurishim mumkinmi? Ha? O'g'il shundoq. Hacıka açka beni ödü kollap çıkardı. Men ne var men? Qarmamla hojga. Sadraxın bozgandek mushtumini ko'tirib, meni qo'qitib, uydan qo'g'lab etman deyotdi. Bek zo'ravan bo'lib ketdi. Men uning mushtumini ko'tira olamdimi? Şuna kaçtır kelgen tok. Sizlar mashada o'tirib turinglar. Men chiqib ular bilan ko'rishib kelay.
Estağfurullah. Aka, qandaqmı qılarız? Ya bu Abdurşit hakimni izlep tapamısak, bu kişi idarəsiz mükemmeydiken. Emdi biz halimizni kim gümü eytamiz? Singlim, ancha qaynab ketmang. Birdam saqlayli. Kep qala. Uy, aka, biz kelmedi. Kimdir? Yaqindan buyon xizmatlaringizda qiyinchiliklar bormi? Hozircha hech qanday qiyinchilik yo'q. Oy. Assalomu alaykum. Yaxshi turibsizlar. Aysxonachi, bir ish bilan kelganmidinglar? He, bir iş bilen kelgen. Lekin sizge deydigan gepim yok. Sadirka, men bo'lla. Xapib qotligu. Aysxonachi, o'tganda meni qo'g'lab chiqarib o'tgandilar. Bugun yana bu yerda uchrashib qoldik. Şunu demem siz. İştini çağdısı ketidi. Lekin yüzü qilin adamga faqat amal yo'qkan dana. Aysxonachi, jamiyat kundan kunga o'zgarib turadi. Biz 20-asrning 80-yillarida yashayapmiz. Mushundaq turug'liq biz yana navrga chetib yursak, biz davrga qandoq moslashalaymiz? Men qizimni qeri bo'ytaqqa bersam davrga moslashgan bo'ldi ekanman-da. Aysxon acha. Sadirka, biz yangi nikoh qonuni bo'yicha ish ko'rsak bo'ladi. Erkin nikohlanishga to'sqinlik qilmaylik. Man qarang singlim, yangi nikoh qonunida mening o'g'lim jazman bir qeri qizni olsin debdimi? Sadirka, sizli Emsi men rost gapni aytibday. Man qarang Faziljon. Siz mening qizimni elishga bel bog'lagan bo'lsangiz, bo'pti, bersami beray. Lekin yanchiqda ancha-muncha to'yli qag'idek 5-10 ming tanga pul bormi? Aysxonachi, voy, nima deyapsiz? Singlim, siz Odiljondak yop-yosh bolaga tegib olgangiz bo'lsa, siz o'g'limga to'yliq olamsiz yoki o'g'lim sizga to'yliq olamdi? Sadirka, nim davatdilar. Abdurashid hakim. Mani qo'l qo'yib o'tamsiz. Hakim? Ufkan bu kishi kim bo'ldi? Faziljon emasmi? Bu kishi nahiyimizga yangidan kelgan Abdurashid hakim bo'ladi. Maryam, biz eliqi Man qarang, Maryam dedingizmi? shundoq. Bu o'zlarining o'g'illari Odiljonning muallimi Maryam bo'ladi. Odiljonning muallimi Maryam bo'lamda. Voy Aysxon, bu nima degan rasvochilik? Asta. Nima degan sertchilik bu? Ha? Sizlarmi? Kelinglar bolalarım, kelinglar. Mollachiga tesh turiblar. Qanday? Yaxshi, tinchlik. Yaxshi turatam. O'bdan turamsizlar. Qani yaxshi. kelinglar, o'tiringlar, o'tiring. Ha, bo'ladi. Aha. Qandaroq? Qani. Ahvolinglar yaxshi. Yaxshi. Amin. Allohu akbar. Sen salomatlari yaxshi. Yaxshi, yaxshi. turiblar. Yaxshi. Mollachiga bo'lgan ishlardan to'liq xabar topdingmi? Xabar topdim. Mollachiga o'zlari bo'lsa mashhur tarixshunos arbab. Xalqimiz ichida navriga chetishda ko'ni xoyish nima uchun avloddan avlodgacha saqlanib qoladi? Navriga chetish bo'lsa, uzuraq ijtimoiy, tarixiy va chunqur yiltizi bor bo'lgan koni xoyishdir. Buning manbasi burunqi zamonning boy amaldorlari o'z mol-mulkiga yot kishilarning mirosxo'r bo'lib qolishidan ansirab, yaqin urug' tuqqanlar ishida quduvoji bo'lishni avloddan avlodga davomlashtirib kelgan. Molajika, hozir dal janoblardek mo'tvarlarning rolini joriy qiladigan payt keldi. Mollachiga qaraganda bundaq ko'ni odatlarni tugatishga har qaysilari amal qilishmisli bo'lma. Shundoq. Bu ishda mening beshim ketyotdi. Biroq ko'nglimga bir plan tukyapman. U bo'lsa, qani, kelinglar, kelinglar. Qani, kelinglar. O'tiringlar, o'tiring. Mollachiga, biz bu ishni xato qildik. Biz ezibdimiz. Hamma gunoh o'zimizda.
Biz başqalarımı oğul qılmaylı. Sizler bu işning bir amalını qıpaslandı. Hacıka, biz bu toyunu kımaylı buldu. Biz ballağı oval kıkdayız. Evet, şunca köp miyman kesmem qanday qılamır. Bir amal kıpasla hacıka. Aysxan, özünüzni besiveling. Ben qanday özümni bir sol alayım. Bana qo'ldan chiqib ketdi. Atlikka minglab, yuzlab mehmonlar keldi emas. Ukan Sadraxon, Aysxan, her qandaq ish bo'lsa, bana maslahat qilishayli. Qani uyga kiringlar. Yuringlar. Yuringlar. Xalqi olam Saymaxon Aysxon bilan ojishib ketibdi. Sadraxon Maysxonni uydan qo'g'lab chiqarib yetibdi desa, qerigan chig'inglarda sat emasmi? Nima degan rasvochilik bu? O'ylab beqinglar. Bu iş hakikaten sert oldu hacık. Lekin Saymaxonning ağzından gap chiqib ketib 5-6 gün bo'ldi uy kelmedi. Xotin, yağa gap qilmanglar. Meni ağzımdan gap chiqmadi, o'zingni zo'rlab digizdinglar emasmi? Qani, yuqorib o'tinglar. Maysxon, qani o'tir. Buni mendan obdan bilisizlar. Saymaxonga xotneb berib, Aysxonni agi berib, ajrashgandan keyin nikoh o'qib qo'ysam, qanday bo'ladi ekan? Hacıka, yo'q. Men qirg'anda agitigamdim. Saymaxon qaysalıq xotnalıdı. Bo'ldi. Biz yarışıp olaylı. Her qandaq günah olsa men boynum qalay. Endi men adam bolay. Hacıka, özür obdan billah. Ben kiselçan, ben aciz. Ben bu xotinni ayrılsam günüm tez. Bizim bir amal qilib epleştirib qo'ysa, men o'tinib qalay. Hacıka, bu macralarni xalq olam bilmasdan burun tugit olaylı. Saymaxon, Aysxon hamma illatlarni bo'yniga oldi. Endi nikohingni lab qo'ysam bo'la? Qanday? Bo'ladi. Qizim, tuzluq suv bilan non olib chiqing. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qani ağzınız ne için? Mübarek olsun. Mübarek olsun. Yaşçıqını yiyip tutuqdan, ağzını tatlı qıyğan ter. Qırğanı yiyip tutuqdan, tillerimle yiyip ettim. Hacıka, etlik mimarlar kesip qandaq qılımız? Bunun amalini özüm qılaman. Sizlar xotirjam bo'lib ketaveringlar. Shundoq bo'lsin. Ma'qul emisa? Hayır. Xudoyim qamani. Baş hacıka, baş. Ma'qul emisa? Xo'sh. Xo'sh, Xudoy. Yenge, mimarlarni Oturursa. Topağını diyen güçlep koyuyorsa. Vay rahmet. Ablasını Aysxon layıklıdır onu de. Korkup git kaldı. Evet, bu benim sırrım. Kuşlar hep aldı ayrılan. Avar olsun. Rahmet eyvallah. Girişi versin bu. Hep avar olsun.
Asıl ayız kaçanın talaklı öğlen çıkıp gittiklerler. Bugün yine apak çapak olup gittiler o. Bu Müslümancılık kısılmaydı o deymen. Makaran, tılızı taş tutak. Tukallar, makaranlar. Ben unda gepne demeydim. Ayşkan'ın olup çıkıp kakalık şey beni zorlap cibizdi. Şundak bolsun o, Hacı Köprülüğün şeriatlı hüküm boyunca nikah okup hepsini koydu. Akşam kızlıklarının tesirinden keyin Saymaqın xotunun kokması oldu. Bunu kokluğa, ağzını koklayma. Allah ballarım, şeriatning 72 tutuğu var degan gap bor. Bular uzun yillardan buyon bir-biri bilan inoq, mehribon o'tgan er-xotinlar. Bularning turmushiga daxli ta'riz yetkazishga bo'lmaydi. Shariat hukmini partiyaning qonun siyosatlariga bo'ysundirib olib berishimiz lozim. Biz qachongacha shariat hukmi ostida g'aflat yotamiz? Seni ballarım. Hem taşa hem düşüp otururlar. Yakınlar seni. Anaca, biz Hacı Gülü'yle Adılcan'ın toy bakım tapşırıp ağandık. Hecep gözümü işemeye oturan. Tanımaydıgan kız yigitler oturdu. Bu zadı neymiş? Rastlayla. Bir gün hakikaten mi kütülmegen toy oldu. Biz aslında bağa taqatqanda Adılcan bilen Tacigül'nün toyu dep taqatqan. Lekin nevriga çatqanda evlatlarımızın süpetsiz bolup gelişideki hakikatni düşenmep tükenmep. Şuna ballarının erkinlik alınıp öz ihtiyarca yaşıga yol koyduk. Aga, Adış'tan kim geldi? Hani, Adış'tan Meryem Halim, hiç dolum okudum. Hani, yaklaştı, yaklaştı. Adış'tan yaklaştı. Hani, yakın çıkışlar. Hani, yaklaştı. Yani bir hoş haberine aytayım. Yakında biz Abdurrahim bilen Meryem Muallim'nin toyçuyunu işmekçimiz. Tebrikleyelim. Yeah.